Nega dunyoning eng boy odamlari pullarini aynan Shveysariya banklarida saqlaydi? Nega bu davlat deyarli urush qilmaydi? Va nima uchun har yili millionlab odamlar aynan shu mamlakatga sayohat qilishni orzu qiladi? Shu va shunga o'xshash savollar javobini qisqa vaqt ichida bilib olamiz. Sizlar bilan yangi fakt, biz boshladik. Tasavvur qiling, shunday davlat borki, u yerda odamlar dunyodagi eng qimmat soatlarni taqadi, eng mazali shokoladlarni iste'mol qiladi. Derazadan esa qor bilan qoplangan ulkan Alp tog'lari ko'rinib turadi. Bu davlat 2 asrdan buyon deyarli urush qilmagan. Dunyoning eng boy mamlakatlari qatorida turadi va har yili millionlab sayyohlarni o'ziga jalb qiladi. Ammo eng qizig'i shundaki, ko'pchilik bu davlatni hali ham Shvetsiya bilan adashtiradi. Shveysariya va Shvetsiya bir davlat emas. Shveysariya ingliz tilida Switzerland deb ataladi va u Markaziy Yevropada joylashgan. Uning qo'shnilari Germaniya, Fransiya, Italiya, Avstriya va Liechtenstein hisoblanadi. Shvetsiya esa Sweden bo'lib, Shimoliy Yevropadagi Skandinaviya yarimorolida joylashgan. Nomlari o'xshash bo'lsa-da, bu ikki davlatning tarixi, madaniyati va geografiyasi butunlay boshqacha. Shveysariya maydoni jihatidan unchalik katta emas. Uning hududi taxminan 41 ming kvadrat kilometr bo'lib, O'zbekistonning ayrim viloyatlaridan ham kichikroq hisoblanadi. Aholisi esa 9 millionga yaqin. Ammo shunday kichik hududga qaramay, u dunyoning eng rivojlangan davlatlaridan biri hisoblanadi. Shveysariyaning eng katta boyligi neft ham emas, gaz ham emas. Uning haqiqiy boyligi Alp tog'lari. Mamlakat hududining qariyb 60%ni aynan shu tog'lar egallaydi. Ba'zi cho'qqilar 4000 metrdan ham baland. Qishda bu yer chang'i sport markaziga aylansa, yozda yashil vodiylar, sharsharalar va billurdek tiniq ko'llar millionlab sayyohlarni o'ziga tortadi. Masalan, Interlaken, Zermatt va Lucerne kabi shaharlari dunyodagi eng go'zal sayyohlik maskanlari qatoriga kiradi. Ayniqsa, Matterhorn tog'i Shveysariyaning ramziga aylangan. Qiziq tomoni, mashhur Toblerone shokoladining qadog'idagi tog' rasmi ham aynan Matterhorn cho'qqisidan ilhomlangan. Shveysariya haqida gap ketganda albatta shokolad yodga tushadi. Har yili bu mamlakatda 100 minglab tonna shokolad ishlab chiqariladi. Lindt va Toblerone kabi mashhur brendlar butun dunyoga sotiladi. Hatto ayrim sayyohlar Shveysariyaga faqat shokolad tatib ko'rish uchun ham borishadi. Yana bir mashhur mahsulot Shveysar soatlari. Rolex, Omega, Patek Philippe va Tag Heuer kabi dunyodagi mashhur brendlar aynan shu yerda ishlab chiqariladi. Bu soatlar nafaqat vaqtni ko'rsatadi, balki sifat va hashamat ramzi hisoblanadi. Lekin Shveysariyaning faqat shokolad va soatlar boy qilmagan. Bu davlat dunyoning eng kuchli iqtisodiyotlaridan biriga ega. Bank tizimi, farmatsevtika, tibbiyot va yuqori texnologiyalar mamlakat daromadining asosiy qismini tashkil etadi. Ko'plab xalqaro kompaniyalar o'z ofislarini aynan Shveysariyada ochgan. Bu yerda oylik maoshlari ham juda yuqori. Ko'plab kasblarda odamlar oyiga bir necha ming dollar ishlab topadi. Ammo buning boshqa tomoni ham bor. Shveysariya dunyodagi eng qimmat davlatlardan biri hisoblanadi. Oddiy restoranda ovqatlanish yoki mehmonxonada tunash ko'plab mamlakatlarga qaraganda ancha qimmat. Hatto bir chashka qahva uchun ham ba'zan 5-7 dollar to'lashga to'g'ri keladi. Shunga qaramay, yuqori maoshlar tufayli mahalliy aholi bunday narxlarga moslasha oladi. Shveysariyada yana bir noodatiy holat bor. Mamlakatda 4 ta rasmiy til mavjud: nemis, fransuz, italyan va romansh. Qaysi hududda yashashingizga qarab odamlar turli tillarda gaplashadi. Bu esa Shveysariyani madaniy jihatdan yanada rang-barang qiladi. Siyosiy tomondan ham bu davlat boshqalardan farq qiladi. Shveysariya 1815-yildan beri betaraf davlat hisoblanadi. Ya'ni u boshqa davlatlarning urushlariga qo'shilmaydi. Shunga qaramay mamlakat o'z mudofaasiga katta e'tibor beradi. Harbiy xizmat tizimi yaxshi yo'lga qo'yilgan, tog'lar orasida ko'plab himoya inshotlari va bunkerlari mavjud. Yana bir qiziqarli fakt. Dunyodagi eng yirik insonparvarlik tashkilotlaridan biri bo'lgan Qizil Xoch aynan Shveysariyada tashkil etilgan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ko'plab muhim idoralari ham Jeneva shahrida faoliyat yuritadi. Shu sababli Shveysariya ko'pincha xalqaro muzokaralar va tinchlik uchrashuvlari o'tkaziladigan davlat sifatida taniladi. Transport tizimi ham alohida e'tiborga loyiq. Mamlakatdagi poyezdlar dunyodagi eng aniq harakatlanadigan transportlardan biri hisoblanadi. Ba'zi tog' poyezdlari dengiz sathidan minglab metr balandlikda ko'tarilib, sayohatning o'zini ham unutilmas sarguzashtga aylantiradi. Shunday qilib, Shveysariya nafaqat chiroyli tabiati yoki mashhur shokoladlari bilan, balki kuchli iqtisodiyoti, yuqori hayot sifati
betaraf siyosati va tartibli jamiyati bilan ham dunyodagi eng o'ziga xos davlatlardan biri hisoblanadi. Ehtimol aynan shu sababli har yili millionlab odamlar bu mamlakatga hech bo'lmaganda bir marta o'z ko'zi bilan ko'rishni orzu qiladi. Axir Shveysariya kichik hududga ulkan imkoniyatlar, betakror tabiat va yuqori taraqqiyotni jamlagan davlatdir. Shveysariya haqida sizni eng hayratga solgan fakt qaysi bo'ldi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Shu kabi qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr salomat bo'ling.